Do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun kitob o'qib o'tib, yuqorqi iboralarni shunchalik yaxshi ko'rdim, sizlarga berilish qilgim keldi. Nima deb desanglar, ayol kishi po'lat bilan ipakdan putilgan bir dunyo. Bir qarsangiz, u bek nozik, bir qarsangiz, u bek chidamliq. Shunchalik yaxshi ko'rdim, qaranglar, nima degan to'g'ri aytilgan-a? Ajoyib yaxshi ko'rib, sizlarga berligim keldi. Bizdek nazik ayollarımızga məşqning ikki yeniligini keldimi? To'limi nazik, to'limi nafis, bekmi go'zal laylanibdi. Ma'u posun mundaqliq qada ko'zlarni yaxshi ko'radigan, uydimi go'zalligiga alohida diqqat qiladigan go'zal xonim qizlarimizga ajoyib nas keldiga. Yaqsi ma ishtanning pishqoq taraflarga shunday qushshiq ko'zlar besilibdi. Ajoyib silinib turdigana. Xili ching tadlab baxtim. Asan chiqib ketadigan emasga. Xilibek mazmun chaplanibdi. Raxlari shunchalik rahatgan, ajoyib yiqishliq, badanga hech besimsiz, xuddi mushu bu baqbalning terisideklam yiqishliqgina. Qanday tasvirlab berishni faqatla bilmay qoldim. Mush mashqning maxsus etish do'konlariga berib, lam tutib, silab ko'rib yiqinlar cho'qim yaxshi ko'rg'ansizlar. Amdi bu yurishlikninki Ammo yurishligimizning pasoni biz burun bozorga silib, mushu 2 haftadan bir oygacha bo'lgan oraliqda setilib tugab ketgan olqishliq, huzurliq pasonlarimiz o'xshib ketadigan-da. Lekin hamma yer o'xshamaydi. Bu pasonning yaqsini noit apchilik bilan loyiha ishilibdi. Nima degan yarashgan? Bu pasonning rangi mo bek chiroyliga, chiroyimga bekla oshdiyjimi? Xuddi hasavsandek parlab ketdimi? Chiroyim nurlanib ketdi zadi. Bu yurishlikmo beklar ha chiqibdi. Rəxti yumşaq, elastikliği var, karvatda şundaq iğinib yatsaqmı tatishib qolmaydigan bəkli yiqishliq rəxtga. Bu pasollarni ifodalashga tilim rostilla ajizlik qilyotdi jumu. Amal bar yaxshi ko'rsanglar, har qaysi shahar noylardagi mashqning maxsus setish do'konlariga berib, tutib, silab, sinab ko'rib yiqib, uni degan setvasanlar bo'ldi. Cho'qqima sizlar yaxshi ko'rgidek biror bo'lsin chiqdi do'stlar. Men izchil davomli turtayapman. Mush mashqning do'yin nomerini past tarafga aytib qo'yman. Navoda yaxshi ko'radiganlar, setvag'iz bolar, mush mashqning shirkatlar bilan aloqalashib setvasanlar bo'ldi va yoki hamkorlik munosabatini o'rnatib deganlar bo'lsinmi? Mushu mashqning mush aytib qo'ygan nomer bilan aloqalashsanglar bo'ldi. Unda qizlar qitimliq bo'lib ko'rishaylik, xayr xo'sh. Yaşsadı